do'stlar, oldingi videoni olgandim, 8 minut chiqdi. Ovozi o'chib qolibdi. Tillani bugungi holati bo'yicha, ya'ni bizda 8-may 17:00 O'zbekiston vaqti bilan bizada tak 3360 3380 lik zona bizada mini sell zona bo'ldi. Plus minus 20 kun ichida qaytarish zonasida 3300 3305 ta birinchi zonasi bo'ladi. Bizada narxi keyingi qaytarish zonasi, keyingi bay olish zonasi uzoq muddatli uchun 3240 lik zonalar bo'ladi. 3240 bilan 3220 3240 lik zonalar bo'ladi. Men buni boya tayyor qilib qo'ygandim, cho'ti nimagadir anaqa bo'ldi. Tak, bugungi zona bo'yicha tillan narxi 3360, mana shu zonalar orasida yurish kerak va 3300 lik zonagacha tushish ehtimoli bor. Tak, uzoq muddatlida esa bizada faqatgina uzoq muddatli uchun bay olishimiz uchun 3220, ya'ni mana shu zonalar bizada tashkil etadi. Bu zona ko'rib turganimizdek 3240 tashkil etadi. Tak, общий счётda tillada nima qilishimiz mumkinligi, narx harakati tepaga chiqib 3260 lik zonadan o'z kutyapmiz, force major bilan 3380 lik zonagacha tashkil etadi. Va narx harakati pastga tushib 3260 3235 lik zonagacha tushib, undan keyin narx harakati tepaga ketishini kutmoqdamiz. Unda birgalikda kuzatamiz. Agarda yana maksimal profil ma'lumotni mana bu yerda yozib qo'yganman, shu yerdan ko'rsanglar bo'ladi. Bugungi holat bo'yicha bugungi holatga ideyamni ham yozib qo'yaman, mayli. Ssenariy 3360 3380 mini sell, birinchi qaytarish bizada 3305 3315 lik zonalarni tashkil etadi. Keyin narx 3260 3220 lik zonaga yo'l oladi. Eslatib o'taman, bu meni shaxsiy fikrim. Har qanday pozitsiyani ochishdan oldin o'z analizi bilan solishtirib, keyin pozitsiyalarni ochishni maslahat beraman. Bo'lmasa barchaga take profit. Keyingi videolarda ko'rishguncha.